Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa ertalabdan motobloglari, kichkina motobloglari Texas motor qilyapmiz. Texnik ko'rikdan o'tkazyapmiz xullas. Mana o'sha 6 ot kuchli dizelimiz, воздушный filtr tozalayapmiz. Hurmatli obunachilarimiz, motoblog ishqibozlari bilasizlar. Mana ishda yuradigan cho'tka. Воздушный filtrni machalkasi yo mana shunaqa sim cho'tkasi o'lganmasa, mana shundan yangi olib qo'yinglar. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana benzinda yuvib yuborasizlar. Mana hozir buni moyini to'kdik, moy qo'yamiz, воздушный filtrini yuvamiz benzinda. Mana mana shu benzinligim uchun qayta aytyapman, bir maqtanish emas. İmkoniyatinglar bo'lsa, olinglar. Mana kompressor olsanglar, mana benzinni toza qilib, nima deydi, havo bilan tozalaysizlar. Chunki buni yuvib bo'lmaydi. Yuvsangiz babina zanglab qoladi. Tok yaxshi bermaydi, uni yaxshi bilasizlar. Yurishda muammolarga duch kelasizlar xullas. Endi dizelga farqi yo'q, yuvaverasizlar. Dizel shunisi zo'r. Faqat teshiklarini yopgan holda. Mana hozir bunga yangi kirishkamni ichiga yangi filtr setka qo'ydim. Sababi o'lgan, salarga olib qo'yadi. Mana benzin bilan yaxshilab yuvdik. Hozir buni qo'yib, moy qo'yamiz. Ana universal moydan qo'yasiz, bilasizlar. Shu keyin ishga ketamiz. Moylarini ko'ramiz. Kamaygan bo'lsa ozgina dalikka albatta qo'yamiz. Nagruzkada ishlaydi, bu moy yemaydi deb uni ishlataverish kerak emas menimcha. Va moyga qarab turish kerak. Issiqda, nagruzkada baribir sapindan ham chiqadi, uni yaxshi bilasizlar. Buni ham hozir moyini qo'yamiz. Bu aravada xizmatda xullas. Xudo xolasa. Mana bu eshagim ham bor. Ochar qildik, mana kartoshkalari, dorisob ochib qo'ydik. Ertalabdan borsam suv yo'q, kam. Endi dori jaya uchib ketmas, turpoqqa aralashib ketgan. Xudo xolasa obeddan keyin suv qo'yamiz. Hozircha mana shu ishlarni qilamiz. Mana texnik ko'rikdan o'tkazyapmiz. Xudo xolasa ishlashga tayyorman, toychoqlar. Xullas shunday sizlarga tavsiyam, shunaqa ishlar qilinglar. Ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Mana shu joyda mana moy oqadi, manjetdan. Hammasida shu mana. Ko'ryapsizlar. Mana maydadan chiqadi, iloji yo'q. Buni ochib manjet qo'ygan taqdirlarda yana manjet issiqqa qotadi, yana oqaveradi. Buni iloji yo'q. Tozalab, artib, surtib, ozginadan dalikka qo'yib yurish kerak. Boshqa iloji yo'q. Hech narsa idealniy emas. Tem bo'ldi biz O'zbekistonda bu O'zbekiston sharoitida ishlatish nima deydi? Xitoylarga o'xshab, o'rislarga o'xshab bir asrab avaylarimiz. Qo'pol qilib aytganda vahshiylarcha ishlatamiz. Shuning uchun mashina ketadi. Nima deydi? Buziladi. Shuning uchun eng oson yo'li tozalab, artib, surtib, hozir benzin bilan yuvib yuboraman u joyini. Shu tozalab, artib, surtib qo'yish kerak bo'ldi. Shu xolos. E'tiborlar uchun rahmat. Obuna bo'linglar, ko'ringlar, mazza qilinglar. Yordam kerak bo'lsa telefon qilinglar, qo'limizdan kelgancha albatta. Omad hammaga.